O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelaman degan vatandoshlarimiz, akalarimiz, opalarimiz aeroportdan kutib olishadi va kelib hostelga joylashtiradi. Registratsiya tekin, patentga pul yordam beradi. 2 oy, 3 oy mobaynida qaytariladi. Patent to'lovlari tekin, yotoq joy tekin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, akalar hamda opalar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchashlar yo'qmi? Jonlaringiz omon bo'lsin. Akalar, opalar, mana shu videoga bittadan like, chiroyli kommentariy yozamiz. Bugun xudo xolasa yana katta yangilik chiqaryapmiz. Sankt-Peterburg shahridan. Sankt-Peterburg shahrida yurgan vatandoshlarimiz, akalarimiz, opalarimiz va semeyniy paralar uchun bo'ladi bu ishlarimizda. Bu videoni ichida akalar 3 ta ish bor. Birinchisi sigaret zavod, ikkinchisi sigaret zavodda akalar faqat akalarimiz va ukalarimizni ishga taklif qilinadi va kovrik zavodda, avtomobilniy kovrik zavodida ham faqat akalarimiz va ukalarimizni, to есть erkaklarni ishga taklif qilinadi. Bundan keyingi ish esa jigarlar, xleb zavodda esa u yerga ham erkak, ham ayol, ham semeyniy paralarni ishga taklif qilinadi. Iltimos, videoni oxirigacha ko'rasizlar jigarlar, hammasini ma'lumotini aytib o'taman. Smenasiga sigaret zavodimizda 3000 rubl smenasiga, plus kimki agar vatandan kelmoqchi bo'lsa, patentiga pul yordam beradi. Registratsiyasi tekin, patenti to'lovlari tekin, yotoq joy tekin. Sigaret zavodimizda 18 yoshdan to 55 yoshgacha ishga qabul qilinadi jigarlar. Bundan keyingi ishimiz esa bu ham erkaklarga bo'ladi akalarimiz uchun. Avtomobilniy kovrik zavodi, polik zavod. Agar tushunmayotgan vatandoshlarimiz bo'lsa, mashinaga polik, avtomobilniy kovrik zavodida bo'ladi. Bu yerda ham akalar 3000 rubl smenasiga, plus patentga pul yordam beradi kimki kelgan bo'lsa. Registratsiyasi tekin, yotoq joy tekin jigarlar, patenti to'lovlari tekin. 3000 rubl smenasiga beradi har 15 kunda rasxod. 15 kunda orasida kimdir agar srochno pul kerak bo'ladi, avans ham beriladi jigarlar. Undan keyingi ishlarimiz esa xleb zavodda bo'ladi jigarlar. Hammasiga mana shu 2 ta nomer qo'yaman, 2 ta nomerga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xleb zavodimizda esa jigarlar, bu yerga ham erkak, ham ayol kishini 18 yoshdan to 55 yoshgacha ishga taklif qilinadi. Smenasiga xleb zavodda esa akalar, opalar 2800 rubl bo'ladi. Sestroretsk и Pushkinada xleb zavod. 2 ta xleb zavodga ish joyi bor. Kimdir agar Pushkinda yashayman desa, yaqinroq bo'lsa bemalol borib ko'rishi mumkin va Sestroretskda bo'ladi jigarlar. 2800 rubl smenasiga 12 soatlik ish vaqti, hamma ishimizda 12 soatlik ish vaqti, 1 soat obedi bor. Hozirgi gapimiz xleb zavodda ketyapti. 2800 rubl smenasiga beriladi. Plus patenti to'lovi tekin, patentga pul yordam beradi. Registratsiya tekin, yotoq joy tekin, pitaniya bir mahal issiq ovqat xleb zavodda, bir mahal issiq ovqat obedda tekin va o'sha xleb zavoddan pishiriqlaridan uyga olib ketaman desalaringiz ham bu ham tekin va proyezd ham tekin. Трудовой договор, hammasi официальный трудовой оформление bo'ladi jigarlar. Agar kimki ishlamoqchi bo'lsa, videoni cho'zmaymiz jigarlar. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Ruskiy menejerlar sizlarga ma'lumotni yana to'liq o'zlari beradi va kimki agar semeyniy para ishlamoqchi bo'lsa, akalar, hozirdan birdan sizlarga отдельный komnata berilmaydi. Buni ham aytib o'taylik, чтобы ertaga tushunmovchilik bo'lmasin akalar, opalar. Semeyniy paralar qachonki ish sizga ma'qul bo'ladi, ishda borib ko'rasiz, ishlab ketasiz, undan keyin sizga отдельный komnata beriladi. Jonlaringiz omon bo'lsin. Mana shu videoni maksimalni jigarlar like bosib, kommentariyani bosingizlar, чтобы beish yurgan vatandoshlarimizga yetib borsin. Agar kimki boshqa shahardan kuzatib turgan vatandoshlarimiz bo'lsa, sizlarga ham bo'ladi, variant bor akalar, opalar. Faqat sizlarda dokumentlaringizda problema bo'lmasin. Patentlaringiz bo'lishi kerak, чтобы kelganda bu yerda переоформить qilish uchun. Shuning uchun iltimos, mana shu videoga befarq bo'lmang, like bosib, maksimalniy gruppalarga tarqating. Jonlaringiz omon bo'lsin. Xudo xolasa yana yangi videorolikda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat.